أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويستقبل بهما القبلة. بهما يعني بالأذان والإقامة. Azan to'lab takbir tushgan chaqda har ikkilisida qiblaga yuzlanadi. Li hadithin nazil min as-sama. Ash Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuning hadisidagi farishta tushib bayon qilib bergan qoidaga asosan fa innahu istaqbala bihima al-qibla. Shu hadisda farishta Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuga manda desam yaxshi deb o'rgatgan chaqda qiblaga yuzlanib turib o'rgatgan bo'lishi mumkin. Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu'nki Abu Davud'dagi rivoyatida boshqa rivoyat qarasanglar istaqbala bihal qibla degan yo'q. Da qaramasam kitobdami akaga rivoyat yo'q-ku. Bu nadi kelgan bo'yda sana uning oxirida yana bir rivoyat kelib, shu rivoyatda fastaqbalal qibla dedi. Mushuning asosan nimachi? Yana Imom Ibn al-Munzir ko'pincha shu ijmoni naql qilgan olim shu. Ijmo deb kitib bor. أجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. مش نلغى إجماع كأجان أذان تولغان شغدا قبل جزنش كإجماع كأجان استمر متدين. لو أنكم مثلا الولد قبل جزلان ما أذان طلب قاسشو مكروه تنزيها، لكن أنا أذان ما ليس بقولده. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه. İşte barmağına ya barmağının uçunu deyimiz anda. Barmağının kıyılmanı ki ama barmağının uçunu demek için şart. Cealu asabi'ahum fi adanihim. Barmağının uçu demek için. Anamilahum demek için şart. İşte barmağını işte kuluğa kılıdı o da bunda. Ve bizalike emara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bilalan. وقال إنه أندى لصوتك. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a şundak buyurgan ve şundak insan avazın takımı yukarı çıkıdı diyen. Enda diyenle erfa yani ejher diyen man dedi. Ötken bir çıktı o. Enda minke savtın. Yani bu rivayet seymi aciz mi? Daif. Muşi lafzılan daif denge bazı barmaqni quloqqa o'qish shartida kelgan mushi lafzilan kelgan ojiz degan gap. Innahu anda li savtika mushi lafzi kelgan mushi rivoyatni ojiz datidir. Lekin barmaqni quloqqa tiqib turib o'qish to'g'riliq sayyiz bor. Biz dastlab dedikku birimiga bir ojiz kelganlik buning dalili ojiz deganligini bilmaydi, uning o'rniga sayyiz bo'lishi mumkindir. Lekin hadis sunaslamda ma'lum bir lafz bilan kelgan, ma'lum bir sanad bilan kelganni ojiz desa, shu mazmunda dal shu matluqqa dalolat qilgan say boshqa hadis bo'lishi mumkin. Zamanki me'yardansa ojiz dedi. Endi biz qarab boqaylik. Biraylan chiqib bu majnaqning bir barmoqlarini unda qo'yib to'g'risi bo'lmaydi. Bu ojiz hadis yoki bu bid'at deyishi mumkin. Shunami? Qarab baqsa bu hadis ojiz chiqdi. Yana bir o'qdaraq tekshirsak, barmoqni quloq qo'yib turib azan to'lash haqida hadis kelgan. An Abi Juhayfata radhiyallohu anhu qala ra'aytu Bilalan yu'adhdhinu wa yutbi'u fahu ha huna wa ha huna. Yutbi'u fahu ha huna wa ha huna degan og'izni bu yoqqa qilib azan to'ldi deng. Hayya alas solah, hayya alas solah. يلا الفلاح يلا الفلاح ده وإصبعاه في أذنيه إشكي برمقة قلق ديتاريدو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم qip qizil bir chedir to'g'an holatda. Urahu qala min adam.
Ravi deydi, aşı Ebu Juhayfa diyen sahabe Kubbatun hamra'a min adam dedi o deymadi. Yani qanda nimeden yasalgan sebepte ise kızıl tire. Fakaraca Bilalun beyne yedeyhi anza. Şuna azan to'lab bo'lgan ekan, Bilal radhiyallohu anhu Rasulullahning oldida menib chiqdi. Bir tal kalta nayzini ko'tarib chiqdi. Farakazaha shuna uni yaga sanjib qo'ydi. Bil batha degan Makkaning sayliqi. Va salla ilayha ashu kalta nayzni qarab turib namoz o'qidi dedi. Bu Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. Ma'noda Hazrat Bilal Rasulullahning huzurida ishga barmoqini qulqiga turib azan to'g'rilik chiqdi. Sahih Buxoriyda va yuzkaru an Bilal annahu ja'ala isba'ayhi fi udunayhi deb kelgan. Lekin Buxoriyda kelgan rivoyat ajizlashtirish siyg'asi bilan kelgan. Va yuzkaru degan, Buxoriyda kelgan bo'lsa-mu, ja'a bi siyg'ati tamrid deymiz. Lekin boshqa sahihlikga. Masalan, Tirmiziy rivoyatda Abu Juhayfaning hadisini sahih dedi. Hadisshunoslar. Buxoriy ojiz deb qarab chiqqan. Unda olgan barmoqni qo'lga tiqib turib azon to'lashning sahih dalili bo'ldi. Uningdan boshqa unda salaf solihlardan, sahaba, tabiinlardan ashunda azon to'lganlik haqida rivoyatlar kelgan. Wa yuhawwilu wajhahu bis-salati wal-falahi yaminan wa shimala. Yuzini hayyalas-salah, hayyal-falah degan ash jumlani o'qigan chaqda yüzünü o'ngga va so'lga buriydi dedi. O'ng so'lga qarab turib deydi dedi. Va qadamahu makanahuma. Lekin putini bidilatmay jim turib, yuzini bu yoqqa burab qaraydi dedi. Hakaza nuqila min fi'li Bilal radhiyallohu anhu. Hazrat Bilalning shunda qilganligi naql qilingan. Biz bayatini o'qidik-ku. Va yutbi'u fahu ha huna va ha huna dedi. Yani şu Ebu Juhayfa radıyallahu anhu'nun hadisinde Sahih Bukhari'de geldiğinde an Ebu Juhayfa radıyallahu anhu ennehu ra'a Bilalan yu'ezzinu fece'altu etetabba'u fahu ha huna ve ha huna bil ezani. Sahih Bukhari. Bukhari'de geldiğinde Ebu Juhayfa radıyallahu anhu Hazreti Bilal'ın azan olduğunu görgen. Aşbayatın Tirmizi rivayetini biz dedik o. Şu hadis şu. Lekin Bukhari kısaltıp rivayet kıldı. Bunda Bilal'ın azan olduğunu görgenden u yoq bu yoqqa burilib turib azan to'lig'ini bunda qarab kuzatdim. Yani Sahih Muslimda faja'altu atatabba'u fahu ha huna va ha huna yaminan va shimala. Ama Sahih Muslim'da yaminan va shimala degan so'z ortiq keldi. Yaqulu hayya alas-salah hayya al-falah. Nima degan chaqda u yoq bu yoq qaraydigan bu Sahih Muslimga hadis aniq deb qo'ydi. Hayya alas-salah hayya al-falahda burilib qaraydiganligini Sahih Muslim bayon qilib bergan bo'ldi. Shikkatim deydi shunama. Shikkatimning hayalas-salah hayal-falah bir hayalas-salah o'ngga, ikkinchi hayalas-salah so'lga ayrim-ayrim nima qilamdi yoki hayalas-salah ikkilisida o'ngga, hayal-falahning ikkilisida so'lga burilamdi. Bir qator bular hayalas-salah bayon qaraydi ishga tushadi, yana tarafdan qaraydi. Bir qator her ishqatimda o'ng so'l qaraydi demoqchi. Ko'pchilik olimlar hayalas-salah degan ikkili qatimda o'ng qarab, hayal-falah degan ikkili qatim so'l qaraydi deb. Hazreti Bilal'ның qilg'ini shu dalil. Va li'annahu khitabun lin-nasi fayuwajihuhum bihi. Yani bir dalil hamda bu kishilarga qilingan xitob. Namoz o'qinglar, nijot qilinglar degan xitob bo'lg'achqa shu kishilarga yuzlanib turib deydi. Va ma'ada zalika takbirun va tahlil. Uningdan boshqasi ya takbir bo'ldi, ya tahlil bo'ldi. Yani tahlil kelimatu la ilahe illallah. Bu hamda mikrofonsiz azan to'lgan ahvolda bizning jutdi kerak. Bizning jutdi mikrofonsiz to'laymiz-ku. Ko'pincha yaldi. Lekin mikrofon bilan to'lab qolsak-chi, bu yerda kishilarga qaraydigan ish yo'q. Hatto mikrofonni to'lganlar munoz chiqib o'ziga chiqib to'lmaydi. Buningda ham har xil ijtihod qilinishi mumkin. Miyada duqqa bir sabab ko'rsatdik. Haq yuzundan bo'lg'achqa, haqqa xitob qilgan bo'lg'achqa, shunda qarash lozim deb. Bu yerda xitob qilgan odam yo'q. Oldida hech kim yo'q. Masjidning ichidan qilib o'ziga chiqmaydi.
Ondan keyin u yoq qaramaydi. U yoq qarasa balki taqa ovozi bo'shab ketishi mumkin, mikrofonni olib ketib deyishi mumkin. Ya'ni biraydan deyishi mumkin, bu bir ibodat. Xalqlarga xitob qilish bo'lsin, lekin ibodat mazmuni bor bunda. Bir tarafi bor ibodatlik. Undan keyin shu bo'yish qilinmaydi. Endi ibodat mazmuni bor desak, Alloh taolo shunda uzun muddat ham sharoit, ham vaziyat, butun zamonni ko'zlab turib, shunda o'rlashtirayotgan. Mikrofon bo'lsin, bo'lmasin, adam bo'lsin, bo'lmasin, cho'l bayavon bo'lsin, o'ng so'l bunda qarashni bunda o'rlashtirayotgan deyish mumkin. Nima uchun deganda, mikrofonda o'ng so'l qaramay 100 yil, 200 yil zaman taraqqiy qilib ketavergan ekan. Shunda odamni mansaqkin bir chog'da taraqqiyotni bir chekini sho'lab dunyo vayron bo'lib, o chog'da o'ng so'l burilishni unutib qolib, keyin shu oldi qalablam azon to'ladigan ish bo'lib qolishi mumkin. Shuna mikrofon bo'lgan taqdirdami, o'ng so'l qarab azon to'lash shu sallamda ig'ir bosadi. Do'stlar mikrofon bo'lsin, qo'ldan quloq tiqish. Ya'ni shu bo'lsin. Chunki anında obdan to'lay oladi. Quloq tiqqan taqdirda qattiq to'lay olish mumkin. Va qarimni qattiq kuchab qira'at qilsa, qoldi-ku. Buni tajriba qilib baqilib bilish mumkin. Radio ishlatsam bu eshitmam. Yo, u to'g'ri emas. Azon to'lash lazım. Nima uchun? Azon to'lashning o'zi bir ibodat. Ibodatning uqtirishi. Azon o'qishning o'zi bir savoblik ish, fazilatli ish. Masalan, muazzinning fazilati va shunama. Muazzinning alohida fazilati ta'kidlangan. Bundan boshqa azon o'qisa, jin, shayton va kazalik qochadi. Shayton usurg'in chiqadi. Shuni jin chaplashib olgan yoki endi bir ahvolda ko'rilgan kishiga azon to'lsa foydali bo'lishi mumkin. Yana azon to'lgan kishiga azonni anglagan insi jin va ki qanday narsa anglasin, ushar qushlar, boshqalarni anglasin, hammasi qiyomat kuni guvohlik qilgan. Bu kishining o'shunda azon to'lganini, kalimat shahodatni, la ilaha illallahni bunda deb to'lab namozga chaqirganligini men anglagan deb qiyomatda guvohlik qilgan. Lekin buni unalg'udan emas, to'lab. Namoz to'ldi degan gap musulmonlar jamoati namoz o'qiydigan haq bor deganligini bildirgan. Lekin biraydan chiqib to'lsa buni. Jamoat o'sib yerdan chiqib azanni shu takbirini to'lab azan to'lgan kishi takbir tushirdi. Men azzana fa huwa yuqim deydi. Jamoat ko'p bo'lsin. İmam bo'lib qolmadi, odatda muazzin ayrim, imom ayrim bo'ldi. Lekin muazzina xonim shu jamoatning ichidagi eng bilimli kishi bo'lsa, eng bilimli bo'lmay yoki eng yaxshi qiroat qildigani bo'lsa, shu imom bo'lsa bo'ldi. Qala va yajlisu baynal azan val iqamati illa fil maghrib. Azan bilan takbirning oralig'ida o'ltirdi dedi. O'ltirdi ya namoz o'qish mumkin. Nafl namoz yoki sunnal qabliya emas. Lekin arliq bor demakchi. O'tirib yoki vaqt o'tkazib bo'ldi demakchi. Illa fil maghrib. Faqat lam Shamda o'tmaydi. Nima uchun? Hanifi mazhabda azan to'laymiz, oxirda lam azanning duosini qilib o'tibdan takbir tushirgan gap. Va qala degandikan, ma'u biz yuqorida bayon qilganimiz imomning qarashi ekan. Sohiban nimada yajlisu fil maghribi jalsatan khafifa. Shamda jindek o'tiribdi. Kichikgina o'tiribdi. Li'anna al-fasla baynahuma sunnatun fi sa'ir as-salawat. Chunki boshqa 4 namozda sa'irgan shu. Shamdan boshqa namozlarda ikkisini o'tirganda bir ayirib o'tish, azroq o'tirish bilan bo'lsin ayirib o'tish bu sunnat. إلا أنه يكتفى في المغرب بالجلسة الخفيفة تحرزا عن التأخير. لكن شام كأجن شغلان أزرق أتردو ديميمز ينجل أتردو ديمز نمشانسا كشكتو مسكشون تحرزا عن التأخير كشكترشتن ساقلنش üçün bu sahibenin delili. ولأبي حنيفة رحمه الله أن المستحب المبادرة. Biyada Şam'da mustahab bo'lgani namozni gachida o'qish. Namoz o'qish qoldirash. Va fil jalsati at-ta'khir. O'tirishda kechiktirish bo'lib qoladi. Wal faslu yahsulu bis-sukuti baynahuma miqdara 3 oyat. Azan bilan takbirning orliqini bunda bir narsalar ayirish kerak deb qolsak, 3 oyat miqdori vaqt o'tkazsak ham
ayırgan bo'lamiz dedi. Ve huve rivayetul hasene anhu. Muş qaraşmo, yani 3 ayet miqdori vaqt o'tkazimiz ikkisini o'tirdi. Endi fasil qilamiz degan qarash Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i imomdan rivoyat qilgan qarashgan. Va kadalika yahsulu bi ikhtilafil mawqif va an-naghma. Yana o'rinning ya joyning o'xshamaslik bilanmi, ahangning o'xshamaslik bilanmi azan bilan takbirning oraliqi ayrilgan bo'ldi. Masalan, mavqif degani mazahunum o'ziga chiqib, ya munoz chiqib azan to'ldi. Endi tushib, jamoat bor mehrobga yaqinroq kelgan chaqda takbir to'lsa, ikkisini o'tirdi, fasil bo'lgan bo'ldi. Yani azanni azanga loyiq ahang bilan o'qiydi, takbirga loyiq gach tez o'qiydi. Undanki ma'vo azan, endi ma'vo takbir ekan deb ayray olamiz dedi. Qala va yukrahu at-talhin fil adani. Talhin degan ahangga silish, ma'nosini o'zgartiradigan shaklda harflarni o'zgartirish. Masalan, ajamlar Arapça gap qilsak ba'zi lahn qilamiz. Shunga shu Iroq, Iron, Sham tarafida nurg'un xalq musulmon bo'lib, islomga kirib, Qur'onni o'rganib o'qigan chaqda, Qur'onni bu ajamlar g'alati o'qildigan chaqda, chunki uni shikoyat nimalar yo'qdi-ku. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shikit qo'ydigan Qur'onni yoki zizilar qo'ydigan. Xato o'qib qoldi ekanda. Shu lahnimdi. Azanni ahang chiqirib, so'zab, ma'ni o'zgartiradigan shaklda o'qish bid'at. Mushunga asosan Masjid Haramning aznog'i bid'at. Garchi bu Saudiya Arabistonda bo'lsin. Bir qilib pan. Buningga hammani tashlaymiz. Seninkini tashlaymiz, meninkini tashlaymiz. O'lcham tushmaganni yo'nab kesib bilan chiqaradigan gap. Davom ekan, bu nada bo'lsin, bid'at bo'lib qolsa bid'at bo'ladi. Shu hayalas solat ayda o'qiydi-ku. Shu Hanifi mazhabining o'shqarishi bo'yicha bid'at bo'ldi. Bunda so'zash. Nima uchun desa, bu ma'ni hayalas solat deganda ha desa, uning ma'nosi yo'q arabchada. Ba'zida nima o'zgarib ketadi. Mesela Allahu Akbar desek bo'ldi. Allahu Akbar deb to'lsa, akbar degan arabchada to'g'ri chiqmaydi. Ma'ni o'zgarib ketadi. So'zab o'qishni hozir biz bid'atimiz yo'q. Ma'ni o'zgartiradigan shaklda so'zashni bid'at dedik. Oyat dedigo va yurattil azan deb. Azan tartil qilib o'qiydi. Tartil qilib o'qish degan unda ha deyish emas. Tartil degan so'zni üzüp dan chiqirib, bir-biriga kirishtirib o'tmay, harfini u ham bilan to'lg'ib o'tmay, bunda o'qishni iborat. Tartil shu. Azanni tartilla o'qiymiz. Undan keyin bu tartil o'qsa, sunnatga muvofiq dedi Hanafi mazhab. Lekin talhin qilib qolsa, ma'ni o'zgarib ketgan shaklda harfni burmilab qolsa, o'zgartirib o'tsa, ashunda darajada ahanga silvatsa, bu bid'at. Bu bid'at degan qarash ko'pchilik olimlarning qarashi. Saudiya Arabistonidagi Hanbali mazhabi bid'at deydi. Bid'at demaydiganlar makruh deydi. Umar ibn Abdulaziz debdikan: "Azzin azanan samhan va illa fa'tazilna." Umar ibn Abdulaziz xamisul xulafa deb qaraldi. Mazna xunumga yasamay tuz to'la azanni. Bo'lmasa manchka, mahzibni tashlarmiz. Bu Sahih Buxoriyda kelgan. Yani bid'at deyishda nima uchun bid'at deydi desangmi? Chunki azan degan bir ibodat. Azan degan bir ibodat. Ibodat degan buyurilgan shaklda bo'lishi lozim. Yani Qur'oni Karimda tag'anni qilish yoqtirilgan bir ish. Yani bu tag'anni degan mesela g'unni chiqardi, chiroyli ovozda o'qishga tirishdi, mushlarni tag'anni, mallama tag'anna bil Qur'on falaysa minna. Shu to'g'ri ma'nosi shu onda. Lekin azanda tag'anni qilib o'qi degan bir buyruq keldimi? Kelmadi. Uningga qatib sahoba kiramlardan shunda talhin qilgan maznahning qarta qattiq pozitsiyaga kelgan. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhu
birisiga deb ekan. Inni la ubghiduka fillah. Men seni Alloh uchun yomon ko'raman. Men sana o'ch deb ekan. Oy nimish qilsin bu kishiga o'ch. Alloh uchun deb bu bir eg'ir gap bu deb so'ralgan chaqda innahu yataghanna fi adanihi. Anda g'ingshi, banda o'qiydi. Yana shaqqaladi azonga. Bundan ekan shunda azon to'lashni shu nazariya bo'yicha, endi xalqlar hozir uni bidat desa ko'tarolmay qilishi mumkin. Shunda olsam bu bidat. Wa idza qala hayya 'ala as-salah qama al-imam wal jama'a. Maznaqnum hayya 'ala as-salah deyish bilan, ya'ni takbir tushganda demakchi. Takbir tushgan chaqda hayya 'ala as-salah degan chaqda jamoat o'rnidan turdi. İmmaxunum shu yerda bo'lib qolsa, jamoat bilan birga o'tirgan bo'lsa, immaxunum o'rnidan turdi. İcabatan lid-du'a, chaqiriqqa lavay degan jihatdan. Jamoat qachon o'rnidan turdi degan masalada ulamolar xil ishlatib qolgan. Bunun bir aniq bir nas yo'q. Rasululloh hadisda la taqumu hatta tarawni dendek rivoyat kelgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'jrisda turibdi, shunami? Ondan chiqqan chaqda Bilal radhiyallohu anhu takbir tushirdi. Uningdan burun qo'yib olsa, shu o'rtirib saqlab unda turishi mumkin bo'lmaydi. Ularning kim biz qachon turimiz desa, ba'zi qad qomat salat deganda turimiz deydi, ba'zi takbir tushirishga Allohu akbar degan chaqda turimiz deydi, har xil deb qo'ydi. Lekin bu odamda hayyala salat degan bir chaqiriq olgan ekan, shuni lavay ham ma'qullanib turdim deyish shakllanish uchun shu chaqda o'rnidan turdi deb. Fa iza qala qad qamatis salatu kabbaru. Qad qamatis salat degan chaqda imom va jamoat takbir tushirdi. Quloqqa qildi namozga. Mazdaqni ayrilib qoldi hozir. Mazdaqni ayrilib qoldi-ku. Mazdaqni unda oyog'ini o'qitishlar mashg'ul bo'lib turdi. Uning qadar jamoatdan quloqqa qilib turib qoldi. Tasdiqalloh va mazdaqni namoz boshlanib ketdi degandek bir so'zni qilgan ekan. Qad qomatis salat degan qad masalan tahqiq shunami? Namoz boshlanib ketdi. Namozga turib bo'ldik degan ma'noda unda degan biz uni yolg'onchi qilib chiqarmaslik uchun qad qomat salat Alloh akbar deb tursak, ma'noning gapi rasmda. Bu ana mazhabda bir tahlilim. Bo'lmasa takbir tushirib bo'lgandan keyin imom bunda qarab, satni ruslab, me'tirama bosh yavakin chiqib oldiga. Bunda retkisilab, tayyorlab, undan keyin andan Allohu akbar deyishing. Bu misalda istihsanatan. Nima uchun hamda uning so'zini tasdiqlab ashunda qatqon salat degan chaqlam quloqqa qilmaysa, id huwa aminush shar'. Chunki maznaqim degan shariat ahkamlarga amin bo'lgan kishi. Biz namozdan iborat bo'lgan muhim ibodatni vaqtini belgilash, zakolash ishini ashuni topshirdik-ku. Chunki u hamda agar sal nima qilib qolsa, namozni uyumagan qilishi mumkin. Biz ashuni ishini nima qilgan ekan, ash kishining so'zini rast chiqarishga tirishimiz lozim demak. Va an Abi Yusuf rahimahulloh la yukabbiru hatta yafruga liyudrika takbiratal ihram. Abu Yusuf tapto maznaqning takbirini to'liq tushirib bo'lgandan keyin ondan quloqqa qo'ydi. Ashumi tang yetishib olish uchun. Bo'lmasa u yetishmay qolib qoladi. Wa idza kana al-imam g'oiban. Bayatın imom jamoat bilan billa bo'lgan taqdirda, billa o'tgan taqdirda dedi. Endi imom yo'q ekan. Ya'ni shu so'rinda jamoat o'tgan so'rinda yo'q. Aw huwa al-muazzin. Yoki immoxunum ash maznaqning o'zi ekan. Ham azon to'laydigan, ham takbir tushiradigan, ham namoz o'qib turadigan imom ekan. Bunda bo'lgan ahvolda la yaqumuna hatta yahdur. Ashu imom kelganga qadar o'rnidan turmaydi. Chunki imom kirishdan burun o'rnidan tursa bika saqlab turgan gap. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la taqumu hatta tarawni qumtu maqami. Men kelib mushjayimda tug'inimni ko'migicha sizlar o'rninglardan turmanglar. Va li'annahu la fa'idata fil qiyam. O'rtusa nim foydasi.
ويؤذن للفائتة ويقيم vaqti o'tib ketgan namozlarimi azan to'laydi, takbir tushirdi. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الصبح ليلة التعريس. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabe kiramlar bilan bomdod namozini vaqtida o'qiyanmay, vaqti chiqib qolgandan keyin o'qigan bir kechasi. Shu kechini Laylatul Ta'ris deymiz. Aruzdan chiqaman. Men burun anda tushungan dastlab shu to'y qilgan ketsam do'qib olmay namoz vaqti chiqayotgan o'xshaydi ekan deb o'ylagan. Lekin bu Ta'ris degan safar qilib kechida yo'l yurib, yarim kecha o'tib ketgan chog'da erib to'xtaganni ko'rsatadi. Kecha yo'l yurgan chog'da demakchi. Kechasi yo'l yurib, noat erib ketib bir yerga tushgan. Tushgan chog'da bunda saqlab o'tasa qo'yamizga uxlab qolamizmi-ki degan chog'da Hazrat Bilal mana o'g'itma xotirjam uxlanglar degan. Keyin ma'qul deb uxlagan. Sondan keyin kun tushib, kunning qiziq optipi tushib shu optopda o'g'inib ketgan ular. Hazrat Umar o'g'andi, bir-birlab o'g'andi. O'g'angandan keyin unda Hazrat Bilalni chaqirib, "Ey Bilal, oqshom menda mayda qalqmaganmi? Men o'g'itmanda." "Ya Rasululloh, to'yma uxlab ketib qoptimi?" Ular "Yadin hozir ayangga yutqilinglar" deb tushgan saydin atrofga yutkilib, ondan azan to'lab, takbir tushirib, bomdodni o'qigan. Bomdodning albatta ikki rekat sunnatini o'qigan. Bu safar olti itdijma. Endi shu o'rin xuddi hamda bir shayton buning beshal tugun nima qilayotgan chigitdi. Yaqidu ash-shayton ala qafiyati ahadikum salatu uqad degandek. Ya'ni uzun uxla degandek, shunda bir xil hamda shaytonninki uxlab o'tish o'rnidak bo'lib, bu joy endi shaytonning makoni o'xshaydi degandek qarab, u yerni atrofga o'tib, boshqa yerga o'tkazgan. Shu ehtimolligi bor. Bomdodning shirkat sunnatini, shirkat farzini o'qigan. Laylatul Ta'ris. Bu davomli bo'ndagi Laylatul Ta'ris masalan. Zul Yadayn, hadisin nazil minas sama, hadisil musi salatahu. Endi aslında atoladi bu. Fuqahalar yoki hadis shunaslar. Ernin jo'lab qolsa shunaslar. Besh vaqtdan bir vaqt o'qitib o'qigan odamlar jo'lash to'g'ri qolsa, vaqt o'tib ketadi. Farqlar o'qishga qolsa, azan bir to'labdan tekbirni to'labda, azan bir to'lab, har bir tekbir aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ahzab g'azotida 4 namozni bir o'qigan. Makka fathi bo'lgan chog'da shunda. Shu chog'da azan bir to'lg'an bo'lishi mumkin. Aslında aqaqdan o'qigan taqdirda qazo qilib bir azan kifoya bo'lishi mumkin. Chunki shu jamoat shu emasmi? Lekin bir azan bo'lsin, bir azan o'qiydi. Faqat azan o'qimaydi. Masalan, ma Arafat Muzdalifada bir azan to'laydi. Takbirni chiqarib tushirdi. Qala va la yu'adhdinu li salatin qabla vaqtiha. Namozdan vaqti kirishdan ilgari azan to'lamaydi. Li'annahu shuri'a lil i'lami bil vaqt. Chunki azan degan vaqtni uqtirib qo'yish uchun yo'l qo'yilgan. Va fi zalika tadlilun. Namozdan vaqti kirishdan burun azan to'lasa, kishilarni ozdirishdan iborat bo'ladi. Shunga yanfullig'imi azan qachilulash, kishilarni ozdirishdan iborat. Masalan, da o'taqsak, qo'shnimizning uyidan yo pastki ko'chadagi birisi shu telefon Alloh akbar deb chiqdi. Chiqqandan keyin peshimga azan chiqarishmam deb qolamiz. Bu bir xalqni endi gangirtishdan ozdirishdan bari. Shu azan qachilamang deydi ulamolar. Azan qachilgandimi taqa shu bid'at lahni qiyga azanni qachilib olgan gapda. Bid'at taqtidigan. Uzul to'g'risi bo'lmaydi deb shu. Chunki tadlil. Chunki namoz vaqti emas chog'da sening telefoningni to'laydi. Undan keyin birisi qilib, bu azan chiqarishmamda deb qoladi. Masalan, masjidga o'xshaydi olsin. Masalan, ba'zi abduvoqlar barnamijning azan. Yo'q, shuni ham qachilmaslik lozim. Chunki vaqt o'zgarib qoladi. Yoki sizlar o'rnida o'tgancha to'liq turdi, buni nima qilmaslik lozim. Namozdan vaqtni o'qtirish uchun maznaqning azan to'laydi-ku. Bo'ldi, shuni islom shunda o'rinlashtirdi. Hammadan o'z oldiga azan to'laydi yo'q. Hozir hammalarning telefoni to'lab ketsa hozir.
50 adamning 50 yana to'liq turdi. Bu bir beramchilik. İslam intizom dini bo'lgan ekan, mazaqini mana shu to'laydi. O'zbeklikki shu ba'zi shu jamoat namozdan burun shahdan to'lashga ittifoqlashsa, shunda bo'lmaydi. Misrda aytish bo'lganning vaqti bu xilofiy, lekin keskin shunda demaymiz. Ehtimollik. Agar shunda ittifoqlashib olsa, uni qarshi turish lozim. Nay. Ya bunda hamda adamni gangirtish yo'ldan chiqsa chiqmadi ya qadar anlagandim. Gaza to'latamda sirtda. قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها لأنه شرع للإعلام بالوقت وفي ذلك تضليل وإن أذن أعاد نمازdan vaqtidan burun azan to'lgan bo'lsa namozning vaqti kirgandan keyin yani birni qayta to'laydi. وقال أبو يوسف لا يعيد في الفجر خاصة bamdat namozning vaqtidan burun to'lab qolgan bo'lsa bamdatda qayta takrorlamaydi deb Abu Yusuf. İmam Abu Yusuf rahmetullah aleyhi bamdat namazı azın vaqtidan burun o'qib qolgan bo'lsa keyin takrorlansin bo'ldi dedi. Yani tong atgandan keyin bamdat namozi kirgandan keyin qayta azan to'lab yursin bo'ldi. Lianna Bilal kana yu'adhdinu bilaylin. Çünkü Bilal radhiyallahu anhu kechidlam bamdatning vaqti kirmasdilam azan to'lib o'tdi. Abu Yusuf ashun dalil qildi. Lekin unda bizning dalilimiz qavluhu sallallohu alayhi vasallam li Bilal la tu'adhin hatta yastabina lakal fajr hakaza va madda yadayhi arda. Sana tang mushunda atqan qadar azan to'lmagan al-fajr al-mustatir to'g'risi bo'lgan tang shunda ko'ringanda unda azan to'lgan debdi. Shu sadiq bo'lganda uni to'la, unda ilgari to'lmadi debdi. Lekin hadis ajiz. Hadis ajiz. Yo'q, shu Bilal radhiyallohu anhu to'lashda bamdatga to'lmaydi. Bamdat to'lmay, masalan, tahajjud o'qiyotganlar qash qaytib zo'liqaydigan shu zo'liqiyotsin. Tahajjud o'qiydiganlar uxlayotgan bo'lsa, qopab sulusul layl akhirni idroq qilib, yetishib olib tahajjud o'qiyotsin. Tayyorligini qilib deb burun to'lib o'tdi. Buni Rasululloh shunday ruxsat qilgan. Lekin bamdatning namoz o'qish vaqti kirdi deb uqtirib emas. Shu sahoba ikramning shuni bildirdi. Ondan Abdullah ibn Maktum bu ama kishida o'zi unda qarab o'qimaydi. Boshqalar o azan to'lisla, xo'pslar tanishib ketdi degan chaqda ondan to'laydi. Nolika la yag'urrannakum azan Bilal. Yani Rasululloh unda azan to'lmadi, to'sqa ahvol ojiz ma'rivat. To'smagan Rasulullohni qo'yib qo'ygan. Lekin sahobalarga sizlar Bilalning azini anglab, bombaning vaqti kirib qoldi deb o'ylab qolmanglar, uni go'lolmanglar deb o'sha tuandagi hadisda bayon qilgan bo'yicha eskartib qo'ygan. Mana va azan Bilal lam yakun lis-salah. Bombat namozining vaqti kirdi deb uqtirish uchun azan to'lmaydi. Buning dalili shuki, liqavlihi sallallohu alayhi vasallam inna Bilalan yu'addinu bilaylin. Bu kechidilam azan to'luydi. Liyarji'a qa'imukum. Namoz o'qiyotganlar, tahajjud o'qiyotganlar qaytib kelib, sohurlik qilib yoki boshqa tayyorlik qilib va yuqiza na'imakum. Uxlayotganlarni o'tib qo'yish uchun va yatasahhara sa'imukum ro'ztaydiganlar zo'liq yevasin deb yani kechidilam azan to'luydi. Val kalamu fil azanil salah. Yani biz bir talash qilayotgan masala namoz uchun azan to'lashga gap ma'lum. Bilalga o'xshash boshqa maqsadda azan to'lash masalasi emas. Namoz uchun to'lashdan namozdan vaqti kirgandan keyin to'laysiz dedik. Hamma qil Abu Yusuf degandekmi deyilmab. Bilal shunda burun to'laysiz. Bilal burun to'layotgan shu chaqda Abdullah ibn Maktum ikkinchi qatim to'laydi. Undan ikkinchi qatim to'laydi degan Abu Hanifaning qarashi shu to'g'ri. Mesela Bilal birinchi qatim to'lablam namoz vaqti kirgandan keyin Abdullah ibn Maktum yoki uningdan boshqa hech kim qat'iy azan to'lamamda to'laydi shu. Undan shu takrorlaydi degani shu to'g'ri. Namoz vaqti kirgandan keyin Abdullah ibn Maktum to'layotgandek bir qatim to'laydi. Yo'q, tartib bo'lmas.
namozning vaqti kirgandan keyin ondan to'lg'in bo'lish kerak. Qashqada aytgandim-ku, ikki azon o'qiydi. Birinchi azon, ikkinchi azon. Hozir qanday ekan bu? Bunda ikki azon o'qiydi. Sunnatni tutmoqda bizning diyorimizda. Ramazan to'lg'in bo'lsin. Qala va la yatakallamu fil adhan wal iqama. Azan va takbir to'layotgan chaqda gap so'z qilmaydi. Ya'ni maznaxunum deydi. Va la yaruddu salama. Salom qilsa qaytarmaydi, ilkammaydi. Li'annahu yukhillu bit ta'zim. Chunki u azanda iborat bo'lgan shunday bir fazilatlik ishning kattaligiga daxl etkizib qo'ydi. Hurmatini tushiradigan narsa. Va yughayirun nazm. Azanning jumlalarining tekstining tartibini buzutdi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ya bir kalima. Hayya ala salat. Nima qilmoqlar deb Alloh akbar desa, nima ardishib ketdim. Azanmi bu paranglashayotganda nima bo'ladi uxlamaydi. Yoki azan to'lib telefonda, ma'qul deb qo'yibdi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Nima hozir kishilar shunday bo'lib ketdi-ku. Va yu'adhinu va yuqimu ala tahara. Azan va takbir tushirish asnosida bu taratlik bo'lish kerak. Taratlik holatda azan to'laydi, takbir tushirdi. Li'annahu zikrun. Chunki bu bir zikr. Alloh taolaning zikr qilishdan iborat. Fatustahabbu fihi at-taharatu kal-Qur'an. Shunga Qur'on o'qishga tarat mustahab bo'lgandek, azan takbir tushgan chaqdami tarat mustahab bo'ldi debdi. Fa idza adhana ala ghayri wudu'in jaza. Taratsiz azan to'lab qolsa jaiz. Li husul al-maqsud. Maqsud mishada al-i'lamti. Uqtirish bo'ldimi bo'ldi. Va yukrah. Makruh bo'ldi. Karahat tanzihiyya. Va qila la yukrah. Yani bir qarashda makruh bo'lmaydi deyilibdi. Va qila la tukrahu al-iqamatu aydan. Yani bir qarashda takbir tushirishmi makruh bo'lmaydi deydi. Davomida ekan makruh bo'ladi, makruh bo'lmaydi degan ikki qarash Hanafiy mazhabda bo'ldi. Hozir demoqchi bo'lganimda makruh bo'ldi. Nima uchun desa, shunda o'zi kishilar namoz qilinglar deb qo'yib, oyong ketsa, bu satr duo etsin. Shu bu ikki qarash bo'ldi. Ikki qarash bo'lgandan keyin qaysi to'g'ri qaysi xato desa, Hanafiy mazhab va sahihu annahu yukrahu. Takbirni taratsiz tushirish makruh. To'g'ri qarash shu. Hanafiy mazhabda shuni tanlaymiz. Nima uchun sizlar alla yafsila baynal iqamati vas salat. Mavamda shu takbirni, azonni taratlik o'qimasa makruh bo'ldi degan qarash to'g'ri qarash deb Hanafiy mazhab. Ichkilisini taratli o'qish lozim. Nima uchunsa, masalan azanni yengilindi. Azanni to'lab qo'yib, tartaqal shirkatda chunki azan bilan takbirning oralig'ida shamdan boshqa namozda 10 minut, 15 minut, 20 minut saqlash bordi. Uni ta'sir etmaydi. Lekin takbir tushirib qo'yapman. Men tartib chiqayda bo'lgan ketdi, boshqalar namoz o'qidi. Va hayya ala salah, hayya ala falah deb o'zi hayya ala hammam bo'ldi. Chataqdim. Va xuddamda nimaga chiqib qoldi? Lima taquluna ma la tafalun deganga udil kelib qoldi. Fayn azzana ala ghayr wudu'in jaza. Nima esa bash takbir. Tartib yo'qkan, tarasiz takbir tushirib chiqqan deb biraylan qaytib takbir tushiradi. Va in azzana wa qama ala ghayr wudu'in la yu'id. ويستحب إعادة أذان الجنب والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران مشلانın to'lg'an azanni qayta saqlamayında bir cho'ng odamning birisi to'litish mustahab debdi. Liyaqa alal vajil masnun sunnatga muvofiq bo'lsin uchun loyiq ravishda to'litimiz. Yani yuqorida makruh olmaydi degan qarash yo'q. Makruh oldi deganlar zikr dedi. Ba'zi ulamolar bu tarasiz zikr qilish hech qanday bir chataq ish emas. Hazrat Aisha kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yazkurulloha ala kulli ahyani deb rivoyat qilgan. Bunda nima makruhlik bor degan bo'lishi mumkin. Yani tabiiylardan Ibrohim an-Naxai tarasiz azan to'lsimi hech gap bo'lmaydi degan. Wala tu'adul iqama takbirni qayta takrorlab yurmaymiz. Mesela kichik bolamiz takbir tushiribdi masalan,
yoki junubdan birisi tushiribdi yoki mas yo ayol kishidan birisi takbir tushirib qolgan bo'lsa takbirni qaytilmaymiz lekin azonni qaytilaymiz degan. Nima uchun? Li'anna takraraha g'ayru mashru'. Chunki takbirni takrorlash yo'q. Chiqatin takbir tushiga faqat yo'q deydi. Lekin azonni bomda chiqatin o'qish bordi. Keyin masalan jumada chiqatin o'qish bo'ldi-ku. Jumada Hazrat Osman 3-azonni yo'l qo'ydi. 3-azon deganimiz tartibda 1-azon. Ikkinchisi Rasululloh vaqtida dastlabki 1-azon, tartibda 3-si takbir. Azonni chiqatin to'lash bor. Lekin takbirni chiqatin to'lash bu bomdatdimi yo'q, yana ustidimi yo'q. Da'onikan ashunda odamlar takbir tushirib qolgan chog'da bo'ldi qaytilmaylar namoz o'qiyveramiz. Va yukrahul azanu qa'ida. O'tirib azon to'lash makruh bo'ladi. Li'annahu xilaful mutawarathi. Chunki biz salaf solihlardan ugunib qilayotgan ishga zid deydi. Wa kariha Abu Hanifa an yakuna al-mu'addin fajira. Imam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazahunning fasiqning mazahunning bo'lishini makruh deb qaragan. Nima uchun? Chunki biz muazzinni aminu shar'a dedik. Namozning vaqtlarini belgilash uchun omonat topshirildi. Turish qilish, zakolash nima? Undan bu fasiq mazahunning bo'lgan taqdirda ba'zi uyon qilib o'tib qolsa, chataq chiqadi. Yana bir tarafi mazahunning ig'ziyaga chiqib ba'zan to'laydi-ku. Ig'ziyaga chiqib ba'zan to'lagandan keyin balki kishilarning o'ylisiga, uylariga qarab qilishi mumkin. Aw ya'khudha 'ala al-adhan ajra. Yoki shak qilib azon to'laydigan mazahunning bo'lishini makruh deb qaragan. Bu masala Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mujna saq taat ibodatlarga aqosi bo'lindi, bo'lmandi degan masalada bo'lmaydi degan qarashdan kelib chiqqan. Mesela Qur'on o'qitish, imomatchilik ma'zinahunumliq mush ishlarga ruxsat qilmaydi. Lekin keyingilar o'sha imomning ikki shogirdi unda qarab, ana shu maosh belgilamasak muntazam unda bo'lmaydi ekan deb dinni qo'llab qilish uchun maosh belgilash lozim ekan deb maosh belgilab ma'zin bo'lsa bo'ldi deb qaragan. Imom shunda Qur'onni o'qitish masalasida shunda ruxsat qilgan. ويستحب أن يكون المؤذن صالحا تقيا. معناه صالح kishi bo'lishi, taqvodor, diyonatlik bo'lishi, aliman bis sunna, sunnatni obdan biladigan bo'lishi, aliman bis sunnati va awqat salovat, namozning vaqtlarini obdan biladigan bo'lishi, muvoziban ala zalik, shu odda davomlashgan. Burun yaxshi keyin o'zgarib qoldi yoki namozning vaqtini bilinmaydigan bo'lib qoldi, kirib yashin qilib sal ezib ketgan, qonmaydigan, ko'zi ajizlab ketib, tang atmaydigan, qonmaydigan, bunda bo'lib qolsa, shuncha to'xtamiz demoqchi. Endi davomlashgan holatda bo'lish kerak deydi. Ya'ni yuqori sifatlar davomli tepiladigan kishilar demoqchi. Azon to'lgan chaqda biz maznaqnim nim desa shuni takrorlaymiz, nima? Faqat lam hayal salah hayal fada la havla va la quwwata illa billah deymiz. Nima uchun degan chaqda shu azonni to'lgan chaqda imom shu deganni deb takrorlasa qiyomat kuni uning shafoatiga erishadi degan hadisda. Sahih Buxoriyda keldi. Endi azon to'lgandan keyin, azon anglagandan keyin maznaqni nima desindi? Faqulu mislama yaqul dedi shunama. Endi deb bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud o'qiymiz. Chunki hadisda إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي عندما درتكم الله فإنه من صلى علي صلاة çünkü kimiki bana bir qatım durut o'qisa sallallahu alayhi biha ashran al-hasanatu bi ashri amsalha Allah Taala unga 10 duo qiladi yoki mag'firat qiladi degan ma'noda. Thumma sallallahu liyal vasila Anda bana aş vesileni tilanglar. Fa innaha manzilatun fil cennah. Vesile degan nima? Asli bu vesile degan yaqinlashtiradigan narsa. Nima bu desa, fa inna manzila fil cennah. Jannatdagi bir martaba, manzila, daraja. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Faqat Allohning bandalariga bir bandiga ham tegishli bo'lgan, bir bandiga beriladigan bir martaba bu deydi. Ve ercu en ekune ana men aşı bende bulab qilishimni umid qilaman.
فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ. Navaken bana şunda vesilen tilgelli olsa, muş mertebeye erişirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tilgelli olsa, kim benim şu şefaat kılış, şu mertebe kulağıma kelgen çağda bana şefaat kılıp tilgelme dedi. Yani vesile tilgen çağda kanda tileymez. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmmeh ve salâtul qâimeh آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد degan mushu jumla shaz rivoyat kelgan. Va'atta deb lam to'xtini shu bakrak jallo. Unda deb kelgan. Unda asos yo'q, ezib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu rivoyat shazda keldimdi. Ba'zi ulamolar ya shaz emas deyishi mumkin. Lekin mustalah hadisda rivoyat shazini o'qiysizlar. Bu hamda ajizlikni ko'rsatadi. Endi shu duoda Allohumma rabbadi da'vati tamma dedik. Shunami? Da'vati tamma nima iborat? Da'vati tavhid. Da'vati tavhid. Chunki azanda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh degan shahodat bor. Va salatul qoima, salatul qoima degan hozir shu o'qilmoqchi bo'lgan namoz, azini to'langan namoz degan ma'noda. Vasila degan Alloh taologa yaqinlashtirgan narsa yoki jannatga martaba dedik. Fadilatcho boshqa maxluqlarga berilmagan ortiqcha bir martaba. Al-maqam al-mahmud amna va ba'athu Allohumma maqaman mahmuda. Nima? Maqaman mahmud qasa oyatda asa an yab'athaka robbuka maqaman mahmuda degan. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود niçin shunday deb atalgan? Chunki shu vaqtda shu o'rinda turib islom ummatining gunohlarini tilib oldigan, yoki shafaat tilaydigan ish bo'lg'achqa, bu Alloh taolo madhilaydigan, butun bandani hajab ubda ish qildi deb maqtaydigan bir ish demak. Bu qaysi maqam? Maqam shafa'a. Aşamma payg'ambarlar oldiga borib, voy bir tilib olgan bo'lsalar, men Qur'onni kelmaydi, Muhammadning qashqaroqlari. Yana bizdan qashqaroqsimi? Chari yo'q deb Rasulullohga aytib qo'ydi-ku. Endi yana bir hadisda Mazahunning ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh degan shahodat ikki jumla bor-ku, 4 qatim takrorlaydi. Shuni anglagan chaqda mundaq deyish kelgan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. وإن دسا غفر له ذنبه. Günahı mağfiret kılınıp gidiyor. Sayı Müslim. Biz acizler iste ekemeyiz. Hatice bağlı. Ha? Fakat seyirlemek kılınız. Kitapta aciz çıkıp kalsa, kitabı hiç taşlat kılınmaydı. Lakin onun acizine, seyirine yani bayan kılıp koymaz. Biz özümüz ekip kalsak, seyir ekilimiz. Eğer aciz olup kalsa, ama aciz dep koyup, ama da bir havada bulaş için ekip koymaz. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfirüke ve etûbü ileyk. 15 minut vaqt barken, sizler ibaranını okutanlarını.